Imkoniyat deganda nima tushuniladi? Bu dunyo hayoti sinov hayoti. Ya'ni bu dunyoda yo bizga ma'lum bir sinovlar keladi. Bu dunyo hayotida, demak, biz sinov hayotida yashaymiz. Bu dunyoda yo ma'lum bir sinovlar bo'ladi, yo bizga berilgan ma'lum bir imkoniyatlar bo'ladi. O'sha sinovga sabr qilamiz, savobimiz sabrga yarasha savob olamiz. Yo o'sha imkoniyat beriladi, o'sha imkoniyatdan foydalanamiz va o'sha imkoniyatdan foydalanganimiz uchun savoblar, ajrlar olamiz. Xuddi shunday imkoniyatdan biri shu. Lekin hozir aytayapmizki, imkoniyat bo'ldi, umraga bordik, imkoniyatdan foydalanamiz dedik. Bordik, Ka'bani atrofini tavof qildik. Tavof nima? Atrofini aylanish, yurish. Agar shunchaki olinsa, lug'aviy ma'nosini olinsa, yoki sa'i qildik, Safa va Marva orasida yurdik. Bu ham yurish. Keling bir necha kilometr masofani bosib o'tdik o'sha yerda. Bo'ldi, shu umrami? To'liq umrani ado qildikmi? Qaytib kelayotgan paytimizda onadan qayta tug'ilgandek gunohlardan forig' bo'lgan holatda qaytdikmi? Gunohlarimiz to'kildimi? Buni o'zi kifoya qiladimi? Xuddi namozda, ro'zada niyatsiz, xolis niyatsiz amallar foyda bermaganidek, unda ham agar niyat xolis bo'lmasa, qalbda ixlos bo'lmasa, u yerda qilingan amallar behuda bo'ladi.